Alloh taolo Anbiyo surasida odamlarga hisob-kitob yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda. Iymon keltirib, yaxshi amallar qilishdan yuz o'giruvchidirlar, deb marhamat qiladi. Ulfatlarning huzurbaxsh bazmidan uzilib, dahshatli yolg'izlik, so'ngsiz bezovtalik ichra qoldilar. Aytingchi, dunyoda o'limdan saqlaydigan biror qal'a yoki kuch bormi? Bor bo'lsa, u bilan himoyalaning. Qani o'zingizni o'limdan to'sib ko'ringchi. Alloh taolo Maryam surasida biz ulardan ilgari ham ancha avlodni halok qilganmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kadrda 2024-yilda vafot etganlarning suratlari namoyish etildi. Bu yil Ramazonga yetisha olmagan azizlarimiz bor. 2025-yil boshidan buyon dunyo bo'yicha taqriban 15.352.000 kishi hayotdan ko'z yumdi. Har kuni 139.000 kishi vafot etmoqda. Haqiqat shuki, o'lim haq va u barchamiz uchun keladi. Lekin uni qanday kutib olamiz? Ushbu videoda o'lim haqida muhim savollarga javob izlaymiz. O'lim farishtasi kelganda inson qanday holatda bo'ladi? Ruh tanadan qanday ajralib chiqadi? O'limdan keyin insonlarni nima kutadi? Dunyo lazzatlarini kesuvchi o'limga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? O'lim soati kelmasdan avval bir marotaba bo'lsa ham ushbu videoni ko'rishni tavsiya etamiz. Qochgan narsamiz bizga yaqin. Ehtimol bu videodan keyin unga tayyorgarlik oson bo'lsa ajab emas. O'limni eslash kitobi. Ne bahodirlarni yer tishlatgan, qanchadan qancha kisrolarni yakson etgan, o'limni mutlaq unutgan, qaysarlarning orzu-umidlarini yo'qqa chiqargan zot Allohga hamd bo'lsin. Darhaqiqat dunyoga ustunman degan sonsiz bahodirlarga, Kisroyu qaysarlarga va'da haq bo'ldi. Alloh ularni tubsiz chohga qulatdi. Bas ular qasrlaridan qabrlarga, nur balqqan beshiklardan qop-qorong'i go'rlarga ko'chdilar. Ayollar va bolalarni erkalash lazzatidan mahrum bo'lib, hasharat va ochofat qurtlarga yem bo'ldilar. Taom va sharobni ne'matlaridan kesilib, qora tuproqqa qorildilar. Ulfatlarning huzurbaxsh bazmidan uzilib, dahshatli yolg'izlik, so'ngsiz bezovtalik ichra qoldilar. Aytingchi, dunyoda o'limdan saqlaydigan biror qal'a yoki kuch bormi? Bor bo'lsa, u bilan himoyalaning. Qani o'zingizni o'limdan to'sib ko'ringchi. Alloh taolo Maryam surasida biz ulardan ilgari ham ancha avlodni halok qilganmiz. Siz ulardan birortasini ko'rurmisiz yoki ovozlarini eshiturmisiz, deb marhamat qiladi. Buyuklik va qudratda yagona bo'lgan Alloh shirk va nuqson kirlardan pokdir. U zot baqoning egasi, ya'ni o'lmaydigan zot. Undan o'zgasi fanodir, ya'ni yo'q bo'lib ketadi. Boqiy zot foniylarga baxt ato etdi. O'limni muttaqiylar, ya'ni o'ziga yaqin bo'lgan zotlar uchun najot va uchrashuv va'dalashiladigan manzil qildi. Qabr esa badbaxtlar uchun zindon, to yaxshilik yomonlikdan ajraladigan jazo kunigacha tor hibsxona bo'ldi. Barcha ne'matlarni ato qiluvchi Alloh, so'ngsiz qahr bilan imtihon oluvchi ham Alloh. Osmonlar va yerda u zotga shukrlar ko'p. U zot uchun hamdlar to'la. Ochiq mo'jizalari bilan odam ichra mumtoz janobi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, uning ahli baytlariga salovat va salomlar bo'lsin. O'lim qismati, qabr qarorgohi, tuproq to'shagi, munkar va nakir suhbatdoshi, qurt-qumursqalar ulfati, yer osti xosxonasi, mahshargoh va'dalashadigan joy, jannat yoki do'zax so'nggi manzili bo'lgan har bir kishining fikri zikri. Tadbir va tadoriga ham o'lim uchun bo'lishi tabiiy. Uning butun diqqat e'tibori o'limga qaratilgan, qo'rqinch va quvonchi ham o'limdan. U o'limga muntazir. U nafsini o'liklar qatorida sanab, o'zini qabrda ko'radi. Chunki keluvchi narsa doimo yaqin, kelmaydigan esa uzoqdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafsini tergaydigan va o'limdan keyingi ishlarini o'ylab amal qiladigan kishi asl ziyrakdir dedilar. Qalbda nimani ko'p eslasa, u narsaning kelishiga hozir turish oson kechadi. Nimanidir qayta-qayta eslab turish uchun esa uni esga soluvchi ishoralarga doimo diqqatini qaratish, unga rag'bat etuvchi narsalar xususida jiddiy mulohazani tark etmaslik lozim. Keling, o'lim va unga bog'liq masalalar xususida to'xtalaylik. Banda o'lim va u bilan bog'liq jihatlarini takror eslamog'i, tafakkur va basirat bilan bu manzillarini xotirada doimo qaror toptirmog'i kerak.
Chunki bu o'y va zikrlar bandani og'ir safarga tayyorlaydi, doimiy safarbarlikka undaydi. Jo'nash vaqti yaqin, umrdan oz qoldi. Xalq esa bundan g'ofil. Alloh taolo Anbiyo surasida odamlarga hisob-kitob yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda. Iymon keltirib, yaxshi amallar qilishdan yuz o'giruvchidirlar, deb marhamat qiladi. Birinchi qism nihoyasiga yetdi. Keyingi qismda o'limni eslash va unga targ'ib xususida bo'ladi, inshaalloh.